Chorsu'dagi tilla bozorini eng haqiqat gaplari. Kesatma ma'noda. Aka, eng balandni qilib beraman, umuman foyda ko'rmayman, ishoning. Opa, buni esa endi 491 chiqadi. Toshi 3 grammcha chiqib qoladi. Gap yo'q zo'r ekan menga yo'q. Qaptiki bu? Tayli. Sotiladigan tillalar yo'qmidi? Sotmoqchini qanchadan qilib berasiz? Grammini 1,5 milliondan boshlab qo'yamiz. Mayli hisoblab beringchi. Bu tillalaringiz eski ekan, lekin bor, toshlari ham ko'p. Grammini 400 mingdan olib qolaman. O, вообще past baho aytyapsiz-ku. Eng balandini qilib beryapman sizga. Shaharda unaqa narxi yo'q. Okey, grammini 250 dollardan hisoblayapsiz. Onamga tilla oldim. Хотя бы 240 dollardan qilib bering. Yo'q, aka, men tillani qarang, asalligini bundan o'tib bera olmayman. O'zi eng past narx qilib bera olman sizga, ishoning. Почти foyda ko'rmayapman. Ko'rayotgan bo'lsa, o'sha 1-2 dollar foydamiz bor deysiz-da, aka. Agar shuni qilib qo'ygili kelayotgan bo'lsa, tilla ayolga murojaat qilinglar. Hammasini tillaga chiki-puki qilib beramiz. To'g'rimi, bolalar? Ha, gapirlaringiz allaga.